Tordaşlar, həmmənlə hər vaxt güzel olsun. Mən şayalıq dostunla Aygül'dün. Həmmənlə mehrim bilə otluq salamlarım yazsınız tordaşlarım. Şu neçə gündə yaqı aldıraş, ma ekran yüzüge avazı sözləb çıxıb bulanmada qaldım. Muşu qalqansıman bəz bolsun. Muşu anadan keyin muş köksüdə munaqçı bəz ösmüs olub qalğan və yoki balyatqıda muskul ösmüs olub qalğan muşundaq tordaşlarga muşu Abdullah Mahmud ustamniki muş ataçı marketdagi mahsulotini setpasam inkas shunchalik yaxshi bo'ldi. Chunki o'zim qalqansıman bəz ösmüs saqlayğanlığım üçün mushni xalq tüycan qilgan bo'ldim, jutdan olgan bo'ldinglar, telefon nomerimni e'lon qildim, boshpatda undidor nomeri va fuqamizning telefon urug'ini dedim tordoshlar. Meni hozir qadar bir xalqni aldab boqmabdiman. Әмілі ба әхваны деп доюңғы сөзләп чықып атыма. Әма bu bir haftada yaqin ayeti aldırаш dukunumnunki sodisi sal işti көп қалды. Bir tarafdan aytaçınınki mahsulatını satıman, yen bir tarafdan maşı yotqan köpə, boycan yap, safa yap qoş degandek muşundaq mahsulatlarını bunu satıman. Aşındaq qilib ma bu ishni qilg'ashqa, o'zim yolg'iz o'g'ashqa, ma doyunga men tatib qo'ydigan adam bo'lmag'ashqa hammaga o'zim yolg'iz yetisholmay charchab ketib, bir haftada yaqin doyunga so'zlab chiqib olmay qoldim. Men o'zim bir yurak kesili tatgan bir bemor tordoshlar. O'zingni bilsam, men ekran yuzida izchil ko'rayotgan tordoshlar bilsa. Men ama şu yürekdinki hamda ikki tal tumurni oshqizish sababi bilan ama şu yuragimga ama şu Abdullah Mahmud ustamniki ama şu Atachi marketdagi mahsulotni 1 yil 1 oy ichdim dedim tordoshlar. Hozir tilimning tigiga dori sepib baqmoqni yurakka qarta. 1 yil bo'lay deb qepti. Yurak shunchalik yaxshi. Qandoq yag berib tashursam yurak nayt yaxshi ekan deb ashna deydi. O'zim yaxshi bo'lganligim uchun mana shu ko'rayotganingdek shu Abdullah Mahmud ustamniki mana shu Atachi marketidagi mahsulotlarni setish do'konini ochdim shayanasiga. Har qanday kasallikdan maslahat so'ramoqchi bo'lsanglar, diagnoz qog'ozini yo'lasanglar va yoki undidorga qo'shib telefon urib maslahat so'rasanglar, şu sizlarning maslahatingizdan xotanga telefon urib diagnoz qog'ozini yo'llash orqali yuanjanlardan maslahat so'rab, anadan atachining mahsulotlarini piylashtirib, anadan sizlarga sepirma tordoshlar maslashtirib, mayli erlarninki bo'lsin, teri kesili bo'lsin, shu börak qarta va yoki ma'zi bezi mana kasal bor bemorlar olib qolib qolsa, atachining mahsuloti erlar kasalligiga shunchalik yaxshi. Maydamga mushlab turib kapolat bera olmayman. Chunki o'zim saqaydim, o'zim badanimga yedim, o'zim iste'mol qildim. Xalq sepberdim, xalqning inkosi yaxshi bo'ldi. Shu sababdan o'zim saqayganligim uchun Şayan aysiga maş atachiniki sağlamlıq mahsulotini ichib, xotanga berish orlig'ini yaqin qildim deb o'ylayman. Nurg'un dehqon qarindoshlar bor, xotanga berib bo'lmaydi. Endi nurg'un qarindoshlar bor. Xotanma yiqi emas, kira ketidi, yo'l azobi, go'r azobi, tomoq qo'saq degandek ashnaq bor, hammasi chiqib ketidi. Shu chiqimlaringga hech bo'lmasa shu atachining mahsulotini va yoki kilopanda masala bor. Va yoki mana qanaqa yurak yo'g'nab ketgan, zaiflashib ketgan, yo'g'nab ketgan yurak kichikmaydi tordoshlar. Lekin oldin ilib kontrol qilib bo'ladi. Mana shu haqiqiy doktor ekan, shu davlat e'tirof qilgan doktor ekan. Shu Abdullah Mahmud ustamniki mahsulotini ichib baqili, mush shayonlik, mush Aygul degan qizlarimiz saqayibdi degan tordoshlar. Bo'lib qolib qolsanglar, telefon nomerim 150 99 29 79 79. Mush telefon nomerini undidor qo'yish orqali va yoki telefon urish orqali maslahat so'rasanglar bo'ladi. Men hozir qadar Shinjongning butun yeriga sepib beryapman. Bir xalq norozi bo'lib va yoki ma mahsulot bizga foyda qilmadi, unumini ko'rmadi deb baxmat tordoshlar. Chunki o'zimga foyda qildi, xalq foyda qildi. Shu sababdan Shayanasiga andikin atachiniki mahsulot do'koni ochgan bo'ldim. Shunga mana har qanday maslahatingni o'qib qolsa, qalqansima baz o'sma bo'lib qolsin va yoki boshqa yo'nalda o'sma bo'lib qolsin, mening tavsiyam yugurib berib, ko'ksingizga yoki balyaqaga yugurib berib, tig' takkizib, operatsiya qilib bir mahsulot ichib baqili, mana shu Milliy tibobatniki mahsulotidan yapaqili bu deganiki jo'ng ekan, sog'lomlik ekan deb mushni iste'mol qilib beqishinglarni chin yuragimdan umid qilaman. Chunki o'zim badanimga yedim, saqayib qoldim, saqayganligim uchun nurg'un kasaldan tortib cho'ng doktorxonada yetib beqitdim. Anadan keyin meni ma haq bilmaydigan haq shu do'yinda bir qo'zoplarni izchil ko'rgan haq bo'lsa, doktorxonada yotgan chalmish qashqa yupoqliq bir ochimiz boqqan deb ashna dedim. Mushundoq inson yaxshilik qilib qo'ysa, bu yaxshilik yerda qolmaydi ekan. Men nurg'un xalqqa qo'limdan kelish yaxshilik qilyapman, o'zim saqayib qolgandan keyin degandek. Mushuningga ikkilanmay, mush qizbola so'zlasa haqiqiy so'zlaydi jing. O'g'li bolda qiz bor ekan deb turib do'konimga izlab keldigan xaridordan nechisi bo'ldi ya. Shunda jonliq chiqsiz ukam deb
Şuna Şaya Naysidiki Kucha olamdı, Şinha olamdı, Atachining maxsus setish do'koni va deb turib kelyapsizlar. Hatta Şaya Naysid shu yakandin To'g'roq bayramiga kelib, ata aytdi mening do'konimga ko'rib, mush qizlarni bir ko'rib baqili. Mana shu do'yinga bir yomon chiroq chiqdi bu qizlar. Deb mana shu do'konimga kelib, yuziga ko'rib, ukam sizni ko'rdik. Do'yinga chiqqandek chiroyli ekanlar deydi. Voy rahmat aka, undaq emas. Deb mana shunday degan bo'ldim to'g'rashlar. Endi Muşu zopunumni ko'rib, nurg'un xalq izlab kelisizlar. Endi bani ba deb chiqirman, yo'qni yo'q deb chiqirman. O'zim jing bo'lganligim uchun mayli atachini satay, mayli yotgan ko'p kirlik bo'chang yapqish, beshimdan o'tgan biraqur sargudashlarimni so'zlab bergan bo'ldim. Burun men shu kirlikda pul tepib, mana kirlikda non topgan, mushunda turmushimni qamdigan, keyin kasal topgan bo'ldim. Nurg'un davolanib ketdim, xotanga bordim, keldim, ularning qumligida yurib ketdim. Izchil ko'rgan to'rdashlar bilasizlar. Shu sababdan o'zim saqayganligim uchun qo'rqmay shayoga shu atachiniki sog'lomlik do'konini ochgan bo'ldim to'rdashlar. Shunga ikkilanmay nurg'un mahsulotlarni yeb beqibdimiz, nurg'un odamlarniki mahsulotlarini iste'mol qilib beqibdimiz badanimizga. Mush qizvalniki so'zlagan shu atachining mahsulotini bir ep yapaqili deydigan to'rdashlar. Bosh patda undidor ba yuqorqi telefon nomerimni deb berdim. Shu nomerga telefon urish orqali masala so'rasang bo'ldi, ha. Ikkilanmay masala so'rab, ikkilanmay mening bir tavsiyalarim bilan mayli 1-2, 3, 4 darajalik munakchi bo'lamdi, qalqansiman ba'zi o'sma bo'lamdi, va yoki yurakda masala bo'lamdi, va yoki erlar kasalligi bo'lamdi, ha. Men hozir qadar bu erlar kasallik to'g'risida faqat so'zlab baxmadim, hozir qadar. Ya bir börek to'g'riliq, ya andaq, ya mandaq deb endi. Yep qazan, yep xiyada, mana shunaqa o'zimizning kasalini hammamiz ayon endi. Mayli ayollar bo'lsa, shu balyatqa muhim deydiganmiz, erlar bo'lsa, mana shu börek deydiganmiz. Shunga mana shu Abdullah Mahmud ustamniki mana shu börek qartama yaxshi mahsulotini ep yap baqsaq bo'ldi. Bizda ya mandaq bir erlarga qarta mana badan ojizdi va yoki mana shunaqa mazbezi kasal batdi, ukam endi oqshimisi suydi qetim sanim jiqdi deydigan mushundaq endi cho'nglar bo'lib qolib qolsama telefon ursanglar bo'ladi. Atachining nayti yaxshi mahsulotlari bor to'rdashlar. Endi buni lipaplab demasak endi echib degil bo'lmaydi ekan, o'zinglar tushunib olsanglar. Men endi ortiq undaq satga qilib, qilinga qilib, andaq mandaq deb chiqmayman, men bir maxsus dori sotmagan kim. Endi biz mana shunaqa mayli erlar bo'lsin, mayli ayollar bo'lsin, bizning badanimizda shundaq o'zgarish alomatlar bor ekan, mush mahsulotni ep yapaqli deydigan to'rdashlar, endi ishonchli holda ep iste'mol qilsanglar bo'ladi. Xo'sh bo'lib qolasizlar. Meni izchil Şinjanning butun yerdan ko'rayotgan barcha to'rdashlarga yana bir qatim ko'pdan ko'p minnatdorligimni bildirmay, rahmat sizlarga to'rdashlar.